Yo'q, hammaga salom. Sizlar bilan Voice Car Parking. Hamma yaxshimi obunachilar? Bilasizlar, anchadan beri video chiqmayapti. Chunki sizlar videoda 50 ta qilmayapsizlar videoni. Keyin yangilik 500 ta bo'ldi. 500 ta stream qila olmadim 500 ta. Har doimgidek svetofor ishlamayapti. Mashinalar yo'q, odam yo'q. Stream qila olmadim, vaqt bo'lmadi. Endi bu video bilasizlar qanaqaligini. Keyin o'tgan videoda men mashinani urib oldim. Xo'jayini podarka qilgan mashinani. Men undan keyin yana ozgincha ishladim. Pulni ko'paytirib oldim. Undan keyin pul 200 mingmi qildim. Keyin uni xo'jayinga berdim, uni o'sha ishga qo'ydi, u mashinani remont qilib. Va obunachimiz yangi bitta Nexia podarka qildilar. Hozir chetroqga to'xtab olsam, keyin yana bitta yangilik bor, sizlarga uni aytib o'taman. O'zinglar yaxshimisizlar? 500 ta bo'ldik biz. Endi Telegram kanalni 50 ta qilsak, obunachilar bilan video olamiz. Bunaqa qilamiz-da, mana. O'sha Nexia. Full tonirovka, to'g'ri oldi yo'q edi, oldidagina o'zim qildim. Chala urilgan. Bo'pti, bagmi bo'lmadi. Diskalar bor. Mana bagajli, orqasiga voice yozilgan. To'g'ri Saber belgisi bilan Saber deb yoziladi. Men buni voice qildim. Mana chatki, keyin yana bitta yangilik nomer olganim, keyin yana bitta yangilik bu mana shu joyi men sotib oldim. Biznes. Endi bu joyi nimada uyimga yaqin bo'lgani uchun ham sotib oldim. Yo'lda yaxshi daromad bo'ladi, ko'rasizlar odamlarni. Yaxshi ofitsiantlar bor mana. Bu yerda odam kam kiradi, mana men bitta yaslami. O'tgachasi obedlarda kirishadi. Hozir endi biznes ochganman. Hozir men aylanaman. Chunki u kuryerli ishni yig'ishtirdim. Men sizlarga o'shanda aytdim. Ozgincha pul yig'sam tashiyman dedim. Mana Nexia'ni obunachimiz podarka qildilar. Qiz bola obunachimiz, ismlari Munis edi. Xo'p, endi men uzoq joyga aylanamiz. Dachaga borsammikin? Bitta o'zim qiz emas. Agar Telegram kanalida 50 ta bo'lsa, obunachilar bilan chiqamiz dachaga. Hamma joyga yig'ilamiz. Hozir Davay City2 borib kelamiz. City2 borib kelamiz. Cho'ti mashinalar yo'q, odam ham yo'q. Shuning hozir men bitta narsa qo'ysam, keyin videoni yoqaman. Bo'ldi obunachilar, qilib oldim. Endi sekin City2 bosamiz. Keyin bu sekin yurishiga qaramanglar, bunga motor qo'yilgan. O'ziga qaraganda tez yuradi, bu oldi balon tortgani uchun. Agar bu avida, ya'ni 4 ta balon tortganda, bu vash tez yurgan bo'ladi. Ko'rasizlar, oldi balon tortganda, ana tormozlari yaxshi. Ko'pchilik Nexia'ning tormozi yaxshi emas deydi. Bunda yaxshi ekan. Nima shular oldiga chiqib oladi? Hech taraf kelmasmikan shularga? Nomeri ham yo'q. Bitta buksavatdan ko'rsataymi? Yo'q. Balon yangi bo'lgani uchun qizimaganda hali. Sekin endi saqol. Buni ham urolmay, obunachidan sovg'a bu lekin. Mashina qala sekin yuradi deb oldi. Qalay. Sekin yuradi, bunda hozir
City 2dan ham bitta biznes sotasammikin nomanda. Chunki hali pul bor, pul ko'p hali. Pul ko'p. Keyin o'sha kuryerli ishini tashladim. O'zinglarda nima gap, maktablar yaxshimi? Shu qo'yib bersa maktabga yopib yuborsa-da. Endi videolar tez-tez chiqishiga harakat qilaman. Vaqt bo'lmay qoldi shu maktab. Bir buksoat qotdi, balon qizib olsa. Nima signal chaladi, hali tegani ham yo'q. Oldi balon tortishiga qaraganda vashsiz. Agar buni 4 ta balon tortadigan qilsam, vashsiz bo'lar ekan. Ketdi, mana bitta bosamiz, magistral. Shu mashina borda, buni ham urib olmasam bo'ldi. Obunachilar video chiqibdi. Buning ham shu nosozlik bo'ladi. Bo'pti endi. Keyin sizlar lekin prosmotr yaxshi qilib berasizlar. Lekin o'tgan videoda yaxshi bo'lmadi. 600 tami 700 taga yaqin prosmotr bo'ldi. Shuni kelinglar 2000 ta qilib qo'yamiz. Keyin like-ku va 50 ta so'rayman. Sal qoldi mana deb chiqa. Ben M8 sal qolsa yana yangi obunachidan sovg'a bo'lgan mashinani tiqardi. Sekinroq qolinglar shu yerda 60 turamiz. Bo'pti 70. Keyin o'sha likelar atiga 50 ta so'rayman, shuni ham qilib bera olmayapsizlar. Kelinglar shu videoga 50 ta like yig'inglar, men xursand bo'lib yana video chiqaraman. Chunki men 50 ta like bo'lishini kutaman, 50 vaqtga qarayman. Vaqt bo'lsa 50 ta like yo'q, 50 ta like bo'lsa vaqt yo'q. Shunaqa. Nima yengilliklar bor sizlarda? Men masalan yana yangi videoga ideya qidiryapman. Sizlarda ideya bo'lsa, kommentga yozib qoldiringlar. Keyin men bundan juda xursandman. Onlayn server kirsam, почти 10 ta 11 ta odam meni tanishib boshlayapti. Hamma yozadi, "Voice sizmi?" deb. Bundan men xursand bo'laman. Deyman, yangi video qachon deyishadi, yangi videoni kutishadi. Lekin like bosishmaydi. Mas. Shunga keyin ko'pchilik youtuberlar ham yozadi o'sha birga video olaylik deb. Shunga tezroq Telegram kanalida 50 ta bo'lsam, shunda hamma bilan video olamiz. Qo'llashmachoqman, o'zingizlar tanlaysizlar, Telegram kanaliga zaпрос tashlayman-da. Qo'llashmachoqman yoki bekinmachoq yoki dachaga chiqish yoki har xil shunaqa. Keyin agar men konkurs o'tkazmoqchiman, shu konkurs botni ishlatishni uchun bo'lsam, shu konkurs o'tkazaman. Sekin benzin qo'yib olaylik, benzin kamagan. Shu konkurs o'tkazaman. Bu benzin qo'yguncha masala yaptım. Konkurs o'tkazib, birinchi o'ringa full mashina, garaj full emas ana 300 HP bo'lgan shunaqa mashinalarda 2-3 ta beriladi. Ili coin bilan pul hisob beriladi. Ikkinchi o'ringa coin bilan pul o'zi, uchinchi o'ringa coin, 30,000 coin. Shunaqa. Muhammaddan o'tolmayman boyadan beri. O'ptiribdi odam shunaqa.
O'shaning uchun 50 ta qilinglar, o'zingizlarga foyda. Keyin men o'tgan videoda GameGuard'da aytdim men sizlarga. U odam mashka bo'lib chiqdi. Men akkauntimga narsa soldirib o'tdim. Akkauntimni udalit qildi. Mana shundan o'tib olamiz. Lekin Mahmudga tegib ketmasdan o'tib olamiz. Keyin akkauntimni udalit qildi. U udalit qilgandan keyin men yangi akkaunt oldim. Mana shu o'ynayotgan akkauntim. Keyin yangi proyekt qilganman. Uni o'zingizlar ko'rasizlar. YouTube kanaliga kirsanglar shorts qilganman. Telegram kanalimiz obunachilar, ya'ni video ozgincha muammo bilan qotib qoldi. O'shani to'g'rilab. Telegram kanalimni ссылкасы kanalimga kirsanglar turadi yoki opisioniya, kommentariy hammasida bo'ladi. Xohlasanglar ekranga ham chiqarib qo'yaman skaner qilib. Shunda skaner qilasizlar, kirib ketadi o'zi. O'shanga. Endi CD2ni aylanib o'sha yerda ozgincha dam olamiz. O'tdan ham bitta-ikkita biznes qilib joy ochib qo'ysak o'sha mazada. Yangi bitta gelik yoki silaysma olamiz. Banandani. Yomon tiqiladi deyish botlar ham bor. Bosmaymiz, bu yerda kichkina yo'l. Shunday chiqib qolsa pishamiz dedi. Nima deysizlar endi shunga? Keyin mendan ko'pchilik so'raydi, GameGuard deydi. Menda GameGuard yo'q. Chunki bu iPhone'ga GameGuard o'tmaydi. iPhone'ga unaqa faylli narsalar o'tmaydi. Car parking modi ham hech nima o'tmaydi. O'shanga endi bitta Redmi telefon topaman-da. Car parking modam o'tkazib Malibu'da aylanamiz. Agar o'xshasa ko'raman o'shani ham. Sizlarga kontent bo'lsin deyman-da. Keyin Backstock'ga ham car parkingga qaytsalar yaxshi bo'ladi. O'shani ham kommentariyaga Backstock ham belgilab qo'ysalar. O'zlari ko'rib xursand bo'lsalar yaxshi. Chunki car parkingdan boshqa o'yinlar ham qilib ko'ryaptilar. Lekin boshqa o'yinlar qiziq emas-da. Car parking va bu car parking. Nima bilan signal chalaveradi? Mana bunday ham signal bor. Menga lekin onlayn server ko'rib qolsanglar so'ramanglar ani mashina, chunki bu yangi akkauntlik. Men hamma mashinani pashti shu YouTube'ga olib chiqaman-da. Kerak bo'lsa keyin topolmay yuraman shu mashinani. Yangi sotuvchi bo'ladi, HPS kichkina bo'ladi. O'shaning uchun bermasa xafa bo'lmanglar. Telegram kanalimga o'tsanglar konkurs qilaman. Ana o'shandan yutib olasizlar. Yoki men hammasi arzon narx. Olasizlar Telegram kanaliga bitta o'tib qarasanglar 100% hammasi arzon. Bitta butunlikka qo'llanib pul chiqadi o'zi. Chiqsa. Mayli, narushini qildik. Hech nima qilmaydi, pul ko'p. Pul ko'p. O'tgan safar ham pul ko'p deb shu mahallik qilib urib oldim. Sekin to'g'ri yo'lga turamiz. Farani yo'qolsak. Bu shuncha keldi, endi dam olishga kvartira topish kerak. Men bugun shu yerda qolaman-da, ertaga ketaman. Yo'l chekkasiga to'xtab bitta qidirish kerak-da. Shu yerga to'xtaymiz, avaninkani yo'qlaylik. Karta bor bizada, navigator. Mana Mamlatda bor ekan. Ketdi o'sha yerga. Signal chalaverar ekanda. Voy, tiqilma, chiqa. Cadillac deb tiqilaveradim.
Mana Nexia. Bitta bosib kelaman. Keyingi videoga qanaqa mashina olib chiqsam ekan? Shuni yozib qoldiraylik. Yana nimalar qilsa bo'ladi kar parkingda? Hech hamma narsa qilyapti. Bekstockga hamma narsa qilib bo'lgan. Ideyam yo'q. Salqoq. Sekin burib olamiz. Burilib qolmaydim. Yaxshi. Senga keyingi videoda ideyalar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hop, men endi IDga nimada rang bo'ladi-yu, shunaqa rang topmoqchiman. Hech kimda yo'q bo'lishi kerak-da, o'sha fake video ham chiqadi onlayn serverda. Fake video ham chiqib turadi ko'p. O'shaning uchun ishonib qolmanglar deb ID topmoqchiman. Men Bekstockdan ham so'rab ko'rdim. Ularniki bor edi, ko'k, ana xiromli. Shuni so'radim, agar tashlab bersalar, shuni qilib ko'raman. Yoki yana bilmadim. Topaman-da. Lekin rosa charchadim men. Sizlarni bilmadim, men charchadim. Shuncha yo'lda yurib ozgincha dam olsak, tezroq borsam charchab ketdim. Sizlar shu videoga 50 ta like yig'asizlar, men 50 ta like yig'ganinglardan keyin shunday video chiqaraman. Ertasi kunim yoki o'sha kunimi shunday video chiqaraman. Mana shu uyda. Bo'lishotga sekin mashina parkovka qilib, mana buni garajga olib qo'yamiz. Ozgincha zarni yurib turib, shu ruli boshqacha bo'lib qoldimi? Mashinaning benzini full. Yaxshi, sekin. Bakovelarga qarab, insonlar. Senga nima deysizlar? Kommentariyaga shunday ideyalarni yozib qoldirasizlar. Men yoqqanni tanlab olaman-da, shunday video chiqaraman. Lekin 50 ta like kerak. Birga videoga tushmoqchi bo'lsanglar, tashqariga qo'ya qoling. Deb bosh og'rig'iga. Birga videoga chiqmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalida 50 ta bo'lsa. Deymiz. Men ozgincha endi uxlayman. Hammaga xayr. Keyin yopaman. Uxlasam, daqiqatda uxlayman. Ikkinchi etajda. Hammaga xayr. Video yoqqan bo'lsa like, obuna bosib qo'yinglar.